Yaxshi. Bu qaysi ot İsmat aka? Bu qayerdan oti? Ha, bulda qo'shanadi. Siz İsmat aka o'ta cho'ng otlarni minasiz. Otni bu tarbiyalash jag'idan ham kuchli o'xshaysiz ham. Endi odamga ham tarbiya kerak-ku, bu hayvonga birinchi o'chirda tarbiya kerak. Birinchi o'chirda. Aqli bor odamga tarbiya bo'lgandan keyin o'zing bilaverasiz. Ham ko'p polvonlar otni tarbiyalayapti ekanda, dayarini chavot ekan-ku. Bular qarachi bilmagan odam yaxshi otsa ham buzadi. Ha, tarbiyaga tarbiyalab bersang, tarbiya ko'rgan ot jami chav odamni ham yuradi. Ana ikkita bilmagan qayoqqa borib qo'shib qo'ysan. O'shandayda ana ot buziladi, narg'ini pulga kuyib, shunday bo'ladi. Shuning uchun bizda xudoga vaqt bor. Yuratish bo'yicha deganday bayonlar. Shunda ham mashinaga o'xshash tormoz, mufta, gaz deganlar bor. O'sha yerda to'shqalar bosmayincha ishni qo'yadi. Hozir o'kalar. Ya bu Tojikistonga ham borganingizga qaraganda shol ot tarbiyalagani borgansiz, uloq chapqani. Unda uloq chaqib yurdim. Mana tetir bosgan otlardan uncha olib kelib so'ranadi. Aka, siz mingan otlar soylab kiradi. Biznikini ham shunaqa qilib bering deb iltimos qilib so'rasalar, han ularni endi yururlar ekiloqdan o'rtasida o'ynab turgan qilib beradi. Ellar aytadi, İsmat polvonga eshakni bersang ham gallaga kirgizadi deb elning orasida. Endi minishni bilgan odam bardiq narsani qilsa bo'ladi-da, ana tiliga tushunish kerak-da bu perput tutuvchi. Tiliga tushmagandan keyin o'zini qiynalasin, boshqa Allohning bergan tushunigi bor-da endi. Maqtanish emas, Alloh taolo tushunib beradi. Ko'p bilsang tajriba ol, ot bilan suylash kerak. Bo'ldi, rahmat İsmat aka.